ayolini kir yuvishdan qiynalganidan xijolat bo'lib kir mashina olib kelib beribdi. Ayoliga mana shu kir mashinada kirni yuvgin desa, onasi o'g'lini chaqirib koyibdi. O'g'lim, pulni isrof qilib nima qilasan? Biz ham shu paytgacha tog'orada yuvib kelganmiz. Hech narsa bo'lganimiz yo'q. Nima keragi bor edi? Shunchalik ham bo'lasanmi? Bunchalik ayolingni yo'liga kirib ketmagin deb ona qattiq tanbeh beribdi. Bechora bola xijolat bo'lib chiqib ketibdi. Oradan 3-4 kun o'tib, qizi kelib onasiga aytibdi: "Onajon, kuyovingiz menga kir mashina olib berdi. Endi kirlarni mashinada yuvyapman" desa, ona duo qilarmish: "Ilohim, kuyovimni Alloh baxtli qilsin, saodatli qilsin bolam. Qara senga shuncha mehr ko'rsatibdi, puliga Alloh baraka bersin. Bu pul eng joyiga sarflanibdi. Boshqa joyga sarflagandan ko'ra shunaqaga sarflashni o'rgat turmush o'rtog'ingga" deb qiziga nasihat qilarmish. Qarang, siz qizingizga ravo ko'rgan narsani keliningizga ham ravo ko'ring.